Bismillahirrahmanirrahim. Sura Yusuf. Nahayeti şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Bu ro'shan kitob oyatlaridir. İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shubhisizki, sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nozil qildik. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Öz vaqtida Yusuf öz otasiga: "Ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Otasi, yani Yaqub alayhissalom: "Ey o'g'lim, tushingni qarindoshlarыңga aytmagin. Sana suiqasd qilib salmışsın. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir" dedi. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Şununğa, yani sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlikka tanlaydi. Sana tush ta'birini bildiradi. Ajdodlaring Ibrohim, Ishoqlarga ilgari Alloh o'zining ulug' ne'matini bergandek, sanamu Yaqub avlodig'imu o'zining ulug' ne'matini beradi. Shubhisizki, Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Öz vaqtida ular Yusuf va uning qarindoshi, ya'ni Bunyamin otimizga bizdinmi so'yimlikdir. Halbuki biz kuchlik jamoadirmiz. Otimizning u ikkisini bizdan ortiq ko'rishi albatta ro'shan xatodir deyishdi. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ular Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni yiroq bir chat joyga tashlab etinglar. Shu chaqda otanglarning muhabbati
sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib, yaxshi odam bo'lib ketsizlar deyishdi. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Ulardan biri söz qilib, Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otisidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab etinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin dedi. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ular aytdi: "Ey otamiz, nemishqi Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Holbuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatdimiz. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Ati uni bizga qo'shib qo'ygin. Yeb ichib, o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz." قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yaqub uni, yani Yusufni elib kassanglar rastlik xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflatda qilib, uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman dedi. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ular, biz kuchlik bir jamoat turuqliq, uni bo'riga yegizib qo'ysak, u chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Ular Yusufni elib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ishkanligingni ular uqmaydigan paytda aytqin deb vahiy qildik. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ular, ey otamiz, Yusufni narsalarimizning yenida qo'yib yugurishkili ketib qilibdik. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi, sen bizga ishonmaysan deyishdi. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qoniga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir dedi. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Bu yerden bir karvan öttü. Ular suçsini su elip kelişke evetti. U soğusini quduqqa tashladı ve "Xush xabar, mana bir o'g'il bola" dedi.
ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangiga arzon bahoda setivatdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga, uni yaxshi kutgin. Bizga asqator yoki bola qilib olarmiz dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni Misr zeminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Yusuf turvatgan öydeki ayol, yani Züleyxa, Yusuf'tan özü bilen münasebet ötküzüşünü talep kıldı. U işiklerini takip etip, beri kel dedi. Yusuf, Xuda panah bersun. U, yani erin hakikaten menin xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilguvchilar hakikaten nijot topolmaydi dedi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. U, yani Züleyxa, Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorining ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmu uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ani shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandilarimizdan edi. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun, Züleyxa uni qaytirib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda u, ya'ni Züleyxa, Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtivatdi. Ishik oldida uning, ya'ni Züleyxaning eri bilan do'qirishib qelishdi. U, ya'ni Züleyxa, sening ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. قال هي راودتني عن نفسي
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Yusuf, yani Züleyxa, menden münasebet ötküzüşni talep kıldı, dedi. Yani Züleyxa'nın ailesidekilerden birisi guahlık berip, Yusuf'nun köңliki aldıdan yırtılgan bolsa, onun, yani Züleyxa'nın sözü rast, Yusuf'nun sözü yalgan. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yusuf'nun köңliki arkasıdan yırtılgan bolsa, yani Züleyxa'nın sözü yalgan, Yusuf'nun sözü rast, dedi. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Yani Züleyxa'nın eri, Yusuf'nun köңlikinin arkasıdan yırtılganlıqını körüp, "Ey ayollar cemaasi, bu çokum sizlerning hilanglardır. Sizlerning hilanglar hakikaten çoğdur," dedi. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yani eytti. Yusuf, bunu sözlep yürmegin. Ayolım, sen öz günahınga kechirim so'rag'in. Sen hakikaten hatalaştın. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Şehrdeki bazı ayollar, Aziz, yani Mısır'nın vezirining xotini qo'liga ko'yib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'on deb qaraymiz, deyishdi. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Yani Züleyxa, ularning gap sözlerini anlap, ularga mehmondorchilikka chaqirib, odam avatdi. Ularga yo'linadigan takiya yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Züleyxa Yusufga, "Sen chiqib ular bilan ko'rishgin," dedi. Ular Yusufni ko'rib, hang-tang bo'lib kelishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular, "Bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzot emas, faqat bir esil farishtadir," deyishdi. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Yani Züleyxa, mana bu sizlar uning uchun meni ayıplagan heliqi odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim. Lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanla buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi. Cho'qim xor odam bo'lib qoladi, dedi. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf, "Ey Parvardigorim, menga ular undigan narsadan ko'ra
Zindan söyümlükdür. Agar ularning hiylisini mendin dab'i qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman. Nadallardan bo'lib qolaman dedi. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hiylisini Yusufdan dab'i qildi. Allah iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Ondan ular Yusufning begunoh ishkanligiga doir pokitlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit billi kirgan edi. Ularning biri: "Men tushimda o'zimni haqiqatan o'zimdan haroq siqiyotgan ko'ribdiman" dedi. Ikkinchisi: "Men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Ta'birini bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan, ya'ni tushga ta'bir beralaydiganlardan deb qaraymiz" dedi. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Yusuf aytdi: "İşkinlarga sırtdan tamaq kirishdan burun uning nemi ishkanligini sizlarga aytib beralayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki, men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Men ajdodlarim İbrahim, İshaq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Turmudosh og'inilar, tarqoq ko'p mabutlar yaxshimi yoki qudratlik bir Alloh yaxshimi? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bovanglar otib olgan butlarning
va g'ayrining nomlaridan iborat. Allohning sheriki bo'lishi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ibodat va din borisidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ya sahibi as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Türmüdaş ağayniler, sizlerning biringlar zindandan chiqib, xo'jayinga haraq qo'yib beradi, ya'ni soqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar dorig'i esiladi, kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'rgan ishlar hukm qilinib bo'ldi. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birsiga, ya'ni Soqiga, meni xo'jayiningning oldida aslab qo'yg'in degan edi. Xo'jayinining oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga untuldirdi. Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Padişah eytti. Men hakikaten düşümde 7 uğruq kalının 7 semiz kalını yep ketkenlikini ve 7 yeşil başak bilen 7 quruq başakni ko'ribdiman. Ey erbablar, sizlar agar tush tabirini bilsanglar, bu tushimga tabir berib beqinglar. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ular eytti. Bu bir qalaymıqan tush ekan. Biz munda qalaymıqan tushga tabir berishni uqmaymiz. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Heyliqi ishkisidan turmidan qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni asligan birisi, men sizlarga bu tushning tabirini aytib beralayman. Meni Yusufning yeniga avatinglar dedi. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Uni avatishdi. U turmiga berib Yusufning yeniga kirdi-da, "Ey rostchil Yusuf, 7 o'ruq kalining 7 semiz kalini yeb ketganligini va 7 yeşil başak bilan 7 quruq başakni ko'rib, tushigan tushning tabirini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazlingni, bilimingni bilsin" dedi. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Yusuf eytti. 7 yil üzüldürmey terikçilik qilinglar. Olgan hosulunglardan yeyish uchun ozg'inisini xaman tepkendin tashqiri, qolg'inini meti tushib ketmasligi uchun boshqa bilan qo'yinglar.
ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Şuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keladi. Bu yillarda ilgari to'plagan ochliqinglardan urug'lik uchun saqlab qo'yiladigan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugatsizlar. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Şuningdan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda o'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar meyvelardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Saqi padişahqa berib Yusufning uning tushiga bergan ta'birini aytgandan keyin padişah uni oldimga elib kelinglar dedi. Padişahning elchisi Yusufning oldiga borganda Yusuf elchiga xo'jayininga qaytib berib uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqin. Shubhisizki mening parvardigorim ularning hilisini obdan biladi dedi. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Padişah heyliqi xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qandoq bo'lgan dedi. Ular Alloh pokdir. Yusufda ozroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azizning xotini endi haqiqiy ahvol oydinlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchillardan edi dedi. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Yusuf aytdi. Bu, yani padişahning elchisini qaytirib etganlikim. Aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hiylisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini Azizga bildirish uchundir. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Men o'zimni oqlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Men o'zimni oqlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Yusuf meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygin. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman dedi.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Biz Yusufni Misr zeminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İman etqan və təqvadarlıq qılğanlarga ahiretning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qeshig'i kirdi. Yusuf ularni tonidi. Ular bo'lsa Yusufni tonimadi. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Yusuf ularga ehtiyojliq oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi: Sizlar mening oldimga oti bir ufkanglarni, ya'ni Bunyaminni ilib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yinimga yaqin yo'lamanglar. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Ular biz uni otasidan so'rab sening oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ular biz uni otasidan so'rab sening oldinga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ular otasining oldiga qaytib borganida, "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta oshliq bermas bo'ldi. Ufkimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan billa avatgin. Shunda qilsang oshliq olalaymiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Yaqub ularga aytdi: Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishnamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlag'uchidir, hammadan mehribondir. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Ular yüklerini aşqanda açlıq setib olgan mal mülklərinin özlərinə qaytarıb berilganligini gördü. Ular: "Otimiz, biz buningdan ortiq, ya'ni nima talab qilamiz? Bu mal mülklərimiz bizga qaytarıb berilibdi.
ufkimizni elib yana borsak, oilamizga ochliq elib kelamiz, ufkimizni muhofazat qilamiz, bir to'ga ochliqini ortiq olamiz. Bu, ya'ni bir to'ga ochliq podshoh uchun ozg'ina ochliqdir, dedi. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Yaqub aytdi: Bunyaminni qo'g'dashda hammanglar halok bo'lmasanglarla, cho'qim menga qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaguncha uni sizlar bilan billa avatmayman. Ular, ya'ni o'g'illari, uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir, dedi. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dab'i qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilg'uchilar Allohga tavakkul qilsin, dedi. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ular otsının buyruqi bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dol bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u kang bilim egasidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Ular, yani Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ufqsini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in, dedi. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Yusuf ularni ehtiyojlik ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ufqisining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakochi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ishkansizlar", deb tovladi. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Karvondagilar ularga qarab, "Nemanglarni yo'qitib qo'ydinglar", dedi. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Ular padişahning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga ochliq beriladi. Men buningga kepil, dedi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilisizlar,
biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik, biz o'g'ri emasmiz dedi. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglarchu dedi. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish, zolimlarga biz mushundoq jazo beramiz dedi. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ular Yusufning ufqisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ufqisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ufqisini elib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'tirgandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ular, agar u o'g'rilik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'rilik qilgan deyishdi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida, sizlarning mavqayinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ufqisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Ular, ey Ali janob zot, uningdan ayrılalmaydigan bir qeyri otsi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgin. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan hisoblaymiz dedi. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Yusuf, Xudo saqlasin, narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birsini elib kelishqa Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliklaringlarni bilamsizlar. Otam menga ruxsat qilmag'ucha yoki
Allah men uchun hukm chiqarmag'ucha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Allah eng adil hukm qilg'uchidir. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglar ki, ey otimiz, sening o'g'ling rostli o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsimiz ustidala guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan cheg'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Biz turgan şəhərdən, yəni Mısırdan və biz bilən billi manğan karvandan sorab baqqın. Bizning sözümüz çoxum rast. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Yaqub aytdi, undaq emas. Nəfsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamti qilib berishni Allohdan tilayman. Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Yaqub ulardan yüz örüp ist Yusuf dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab ikki ko'zi oqirib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan ochiqini ichiga yutgan edi. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Ular Allah'ның namı bilan qasamki, sen Yusufni yod etiverib, hasratdan halak bulishqa tas qoladigan yoki halak bo'ladigan bo'lding dedi. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yaqub aytdi, men qayg'u hasratimni faqat Alloh qila aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ey oğullarım, beringlar, Yusufni ve onun ukisini izdanglar. Allah'ның rahmetidan naümid bolmanglar. Şübhesiz ki, faqat kafir qavmlar Allah'ның rahmetidan ümitsizlenidu. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Ular Yusuf'ның qeyshiga kirganida, ey oliy janob zot, bizga va oilamizga ocharchilik yetdi. Oldinga nachar o'tmas mollar bilan kelib qoldik. Bizga yetarlik ochlik bergin. Bizga sadiqa qilgin. Alloh sadiqa qilguvchilarni haqiqatan mukofotlaydi dedi. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Yusuf, sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukisiga nimalar qilganliginglarni bilamsizlar dedi. قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ular, sen rastlı Yusuf mu? Dedi. U, men Yusuf, bu mening enim. Allah bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishidi. Chunki Alloh yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi, dedi. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik, deyishdi. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Yusuf aytdi. Bugun sizlar ayıplashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatlik zotdir. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Sizlar mening bu ko'nglikimni elib berib, otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi echiladi. Bütün oilanglardagilarni elib, mening yenimga kelinglar, dedi. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Karvan Mısır'dan Şam'a qarab qo'zg'algan chaqda, ularning otisi, ya'ni Yaqub alayhissalom, men cho'qim Yusufning hidini elib otaman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim, dedi. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Ular, ya'ni Yaqubning navrilari va yenidagi kishilar Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen texi yanılı burunqi qaymoq qushingni ishkansan, dedi. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Xush xabarchi kelib, ko'nglakni Yaqubning yuziga tashladi. Uning ko'zi echildi. Yaqub, men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim, dedi. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Ular, ey otimiz, gunohlarimiz uchun bizga mag'firat tilegin. Biz haqiqatan xatolashdik, deyishdi. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Yaqub, Parvardigorimdan sizlarga mag'firat tilayman. Alloh gunohlarni haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga mehribondir, dedi. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Ular Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ota-onasini quchoqladi va Xudo xolisa Misrga omon eson kiringlar, dedi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Ota-onasini taxtida
yenida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U, "Ey ota, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. U tushimni Parvardigorim haqiqatan rostiga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish bilan, qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga elib kelish bilan menga ehson qildi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Robbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Parvardigorim, bana hakikaten padişahlık ata kıldın. Tuş tabirini bildirdin. İyi osmanlarını ve zeminni örneksiz yaratkucu zat. Dünya ve ahirette mening egemsen, meni musulmon petimcha qabzi ruh qilgin, meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Mana bular, yani Yusuf qissasi bir qism g'ayb xabarlari bo'lib, biz uni sana vahyi qildik. Ular, yani Yusufning qarindoshlari, uningga qarshi chora tadbir tuzib, bir qarorga kelishganda, sen ularning yenida yo'q eding. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Sen gerçi kişilerinin iman eytishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iman etmaydi. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Qur'onni tabliğ qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishonadi. Ya'ni Allohni yaratguchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular Allah'ның azabıdın, birer cazanın özlerine düşüşüdün, yoki ular sezmestin kıyametnin toyuksuz yetip gelişidin emin boldu mu? قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Eytqin ki, bu mening yolumdur. Kişilerini Allah'a davet kılıman. Men ve bana ergeşkenler roşan delilge asaslanımız. Allah paktur. Men müşriklardan emesmen. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Biz senden ilgiri faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik.
ular, ya'ni payg'ambarlarga chin putmiguchilar, yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Hatta payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chog'da ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ularning qissasidan aql egalari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. U o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Hamma narsani inchga bayon qilg'uchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.